Assalomu alaykum. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonun ijrosi bo'yicha Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi tomonidan 2026-yilning 1-choragi davomida amalga oshirilgan xatlov ishlari to'g'risida ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi bo'yicha butun respublikada salkam 2 yil davomida xatlov inventarizatsiya ishlari olib borilayotganidan xabaringiz bor. Xatlov ishlariga 4,5 mingdan ortiq kadastr mutaxassislari jalb qilingan bo'lib, 2026-yilning 1-aprel holatiga 1,295,156 ta obyektlar xatlovdan o'tkazildi. Shundan 204,602 tasi muammoli obyektlar bo'lib, ularga bir necha bor kadastr muhandislari borishganida o'lchov ishlarini amalga oshira olmagan, ya'ni eshiklar ochib berilmagan yoki nizoli va avariya holatidagi obyektlar hisoblanadi. Shundan 940,813 ta hujjatlar UZCAD axborot dasturiga kiritildi va jami 498,821 ta obyekt hujjatlari e'tirof avtomatlashtirilgan tizimga o'tkazilgan. Muhokamada turgan obyektlar soni 339,620 tani, e'londagilari 24,930 tani, rad etilganlari 15,412 tani hamda mulkka bo'lgan huquqlari e'tirof etilgan obyektlar soni 62,920 tani tashkil qiladi. E'tibor qilishingizni so'rardik, huquqlari e'tirof etish uchun to'lov kutilayotgan, ya'ni 21,695 ta ish hujjatlari navbatdagi harakat jarayonini kutmoqda. Yana shuningdek, e'tirof etilganlar 62,920 taning davlat ro'yxatidan o'tkazilganlari atiga 13,553 tani tashkil etmoqda. Qolgan 49,367 ta ishlarda esa qonun ijrosi hali yakuniga yetmadi degan gapdir. Qonunga ko'ra, huquqingiz e'tirof etilgandan so'ng uni 1 oy muddatda davlat ro'yxatidan o'tkazishingiz lozim. Ro'yxatdan o'tkazmasangiz jarima qo'llanilishi va hujjatlaringiz huquqiy kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Shu boisdan hurmatli yurtdoshlarimizdan davlat e'tirof etgan mulkingizni o'z vaqtida ro'yxatdan o'tkazib olishingizni so'rardik. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosini xatlov natijalari hamda mahallangizda reja jadvaliga asosan xatlov qaysi oylarga rejalashtirilganini e'tirof.kadastr.uz sayti orqali bilishingiz va jarayonlarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Sayt orqali qonun bo'yicha xatlovdan o'tib ko'rib chiqilayotgan obyektlar, muhokamadagi yerlar, e'longa chiqarilgan yerlar, jarayondagi va e'tirof etilgan yerlarning statistikasi hamda jamoatchilikka e'lon qilingan yerlarning ro'yxati va ma'lumoti bilan tanishishingiz mumkindir. Kadastr bo'yicha har qanday savol yoki murojaatlaringiz bo'lsa 1097 yagona aloqa markaziga yoki Telegram tarmog'idagi elektron bot orqali ulanishingiz mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.